Shok yangilik. 12 million so'mga Nexia 3 2022. Polni avtomatik korobka qilingan, hammasi chotki, moshina devona metallari bor. Tak. Aka qancha yurgan dedingiz? 165 ming o'zidan yurgan. O'zini yurgani 165 ming so'm. Mana ishlari va shu chotki udar, avtomatik korobka, metallari bor. Euro 4 hammasi chotki. 4 ta yangi balonlar var. 12 million so'mga berib oladi deb hazillashmaymiz. Kreditga 12 million so'mga bo'lib berishlari mumkin. O'zini narxi 117 million. 117 million so'm deyilyapti. Yana kelishtirib beradilar. Ko'rib turganingizdek Nexia 3 mashinamiz, hammasi chotki tonirovkalar bor, mejigar pultlar bor. Hammasi chotki joyda tonirovkalarga ruxsat bor. Yili 17. Eng qizig'i bu yerda metanimiz yo'q. Polni benzinda yurgan akamiz, ko'rib turganingizdek salonlar vashcha dahshat, udaridan. Katta bo'lgan mashinalardan bemalol qolishmaydi. Bemalol tashlashadigandan. Buni probegi qancha bo'lgan aka? 145. 145 probeg bor, 145 ming yurgan. Lekin salonlarga alohida e'tibor berganlar akamiz. Narxini 95 dedi. 97 million. 97 million so'm narxi, kelishtirib beradilar bemalol. Xo'p, Nexia 3 mashinamiz hammasi chotki sostenalida 2020-yil. Metallari bor, kraska hech narsa yemagan. 95 ming yurgan. Narxi 108 million so'm. Yana kelishtirib beradilar bemalol. Salonlar chotki, ko'rishdi. Hammasi. Xo'p, nomerlarni naqd ko'ramiz. Issiqda yurib, shuncha avtoqa sizlar uchun aytdim, men Apple'ga ertalab tur dedim. Shu joyga like va prospectga bosib keting. Ammo montajyorda issiqda qo'yib ketganmiz. Ertalab yotdi, men shu 5:30 da boshlab telefon qildim, Apple's 7 dan keyin turdi. 2 soat vaqtim ketsin turg'izdim ekan. Niyenga o'ray.